الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Kadir Tunga gelinizler, Kadir Tunga. أشهد أن لا Bugün Kadir Tuna'ya gelinizler. إله إلا الله. Kadir Tuna'ya kettinizler. Katınlar bulup. Katın değil mi? Tarawih namaz. Çok dua kılıp inşallah ibadet kılıp ketinizler. إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. وعليكم السلام geliniz. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Mustafa yakıt. Öz yahar düşmanga muhtaç kılmagan, qalblarimizga nuriy iymon, yoshlarimizga insof topib bergin. Allohumma salli va tabi'il kullu ham ajrna min azab. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa rabbina. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Allohim o'zing yaratgansan, mehribonsan, o'zing rahim qilsan. Alloh subhanahu va taolo o'zing duolarni ijobat qilaman degansan, va'dang bor. Allohim senga ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz. Allohim mana shu bugungi kunda butun ummat yerizda qilgan tutgan ro'zalarni, o'qiyotgan ibodatlarni, qilayotgan ihsonlarini bexato va beriyoqat qilgin. Allohim bugungi kunda butun Qirg'iziston ahliga, butun yer yuzidagi mo'min musulmonlarga o'zing najot bergin. Alloh subhanahu va taolo qancha qilgan gunohlarimiz bo'lsa, gunohlarimizni kechirgin. Mana shu mahallamizdagi jamoatlarimizdan xato bo'lmasdan, yanagilga ham mana shu ro'za oylarida hayit namozlariga shunday eson-omon yetishligimizga Alloh taolo o'zing muyassar bergin. Alloh taolo mana shu masjidimizga kelayotgan yoshlarimizni kelayotganda e'tiqodda, ibodatda mustahkam bo'lishligiga o'zing nasib qilgin. Xalqimizni hammasiga topganiga, iymoniga, umriga, qilayotgan tijoratlariga Alloh taolo o'zing fayz baraka bergin. Allohim mana shu mahalla qavmimizda qancha o'tib ketgan otalarimiz, aka opa-singillarimiz bo'lsa, qarindosh-urug'larimizdan bo'lsa, ularning qatorida mana shu qo'lboshida o'tirganlar ahli oila, qarindosh-urug', yor birodarlardan kimlar o'tgan bo'lsa, hammasining joylari jannatda qilgin. Oxiratlarini obod qilgin, gunohlarini mag'firat qilgin. Alloh taolo rozi bo'lgan ulug' oyda o'tiribmiz. Alloh taolo o'zing rozi bo'lgan ulug' kunda o'tiribmiz. Bugun mana bugun Qadr kun, Laylatul Qadr. Allohim mana shu kunda o'zing va'da qilgan ne'matlarga yetishishimizni nasib qilgin. Bugungi kunda qancha do'zaxga mahkum bo'lgan insonlarga أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Nasıl bekime? أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة